Habib mana chempion bo'layotgan paytda Islom deyarli hammasini ushbu narsadan keyin yo'qotishi mumkin edi. Sen jang qilmoqchimisan? Okey, manzilingni yubor. Men oldingdaman, hech bo'lmasa nimadir qil. Sen hech narsa qila olmaysan. Ertagisini bolangizni yo'q qilaman. Ishkal paytda Islom Jilon Denisni uradi. Bu paytda Zubayra Tuxugov kletkaga sakraydi va Konorga zarba beradi. Bunga qolgan Habib jamoadoshlari qo'shiladi. Ammo bir narsa bor edi. Hammasi bundan keyin ularda muammo bo'ldi. Men Habib qayerda bilmayman, ammo uning 3 ta bolalari hibsga olingan. O'sha ishkalda bo'lgan 2 ta bola UFC jangchisi ekan. Bu Islom Maxachev va Zubayra Tuxugov. Ularga chora ko'riladimi yoki Habibgami? Albatta, oktagonga sakragan bolalar bu yerda boshqa hech qachon jang qilmaydilar. Bunga bo'lsa javoban Habib UFCdan ketish haqida gapirdi. Agar sizlar ularni haydasangiz, meni ham haydashingizga to'g'ri keladi. Men yirtilgan shartnomamni ham yuborish esingizdan chiqmasin. Aksincha, men o'zim buni yirtib tashlayman. Dana Habib o'zining jamoadoshlariga bunchalik yaqin ekanligini bilmas edi, ammo bu narsani tushundi. Men Dagestanda Maxachqal'da tug'ilganman.